Ba'zilar o'zingizni ko'rmaganda ovozingizdan aytdi. Ikkita uchta odamga o'zingizni ko'rsatdimda tanimadim dedi. Unda ovozini ko'rsatdim bittani tanitdi. Pastga barramiz toy. Yuqorisi tuya bilan ko'pkarimiz boshlandi. Qani polvon, g'ayrat qilasiz, ko'pkarimiz boshlandi. Choping polvon, halol pokiza choping. Mirzo Hakim To'xtamirzayev aytganda, shuncha futbol sharhlagan bo'lsam ham O'zbekiston xuddi muncha tomoshabin yig'ilgan joyda ko'rmaganman. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun biz Jizzaxdan gapiramiz yangi sonini olmoqchimiz. Bugungi mehmonimiz Abdug'ani aka Baratov. Assalomu alaykum Abdug'ani aka. Assalomu alaykum. Yana bitta mehmonimiz bor. Bu Timur aka, Jizzax Inside kanalining egasi. Assalomu alaykum yurtdoshlarga, hammaga, alangalik hamma. Birinchi savolimizdan boshlasak, Abdug'ani aka Baratovga. Abdug'ani aka, o'zi har kuni oynaga qaraganingizda kimni ko'rasiz yoki Abdubali Baratovni kimni bilasiz o'zingiz chetdan qaragan so'ngga? Oynaga qaragandami? Oynaga qarab turib, birinchi duolardan boshlayman. Ota-onamiz Alloh rahmat qilsin, shular duolarini so'rayman. Duo qilaman o'tganlarda, ibodatda hammalarni eslaymiz. O'zim bir kamtarin, o'zimizdan To'ra Sulaymon aytgan tuproq kabi, shu tuproqda bilamiz. Hech bir kibr degan narsa yo'q bizda. Hamisha shu yil hafta ichida birga-birgamiz doimo. Shu xalqning xizmatini mana shu nikoh to'yidan boshlasam shu 18-19 yoshimdan xizmatdaman. Shu mikrofonlarda yilda xalq xizmatidamiz. Allohdan so'rayman. Ilohim shu yilda nazardan, xalqni nazardan qoldirmasin, o'zini nazardan qoldirmasin Alloh. Doimo shu umrimiz oxirigacha yilda xalq xizmatda bo'laylik deb Allohdan so'raymiz. Sizni endi bu qanday butun respublika bo'yicha ko'pkari bilan tanigan ham ko'pchilik. Masalan, men ko'pkari ko'rmaganman, bormaganman. Timur aka siz ham bormagansiz ko'pkari. Ulug'bek, bitta savolim bor-da, Amon akamga. Boya kibr to'g'risida gapirdilar-ku. O'sha kibr to'g'risida o'zi yoshlarga, hozirgi pokoleniyaga ozroq tushuncha bersalar. O'zi kibr o'zi nima? Nima degani o'zi? Kibr manmanlikdan kelib chiqadi. Mensimaydi ko'pchilikda. Mensimaydi. Kibrlar jannatga kirmaydi, kibrli odam. Kibr shunaqa sargina yutuqqa erishsa, odamlar yulduzlik kasal deydi-ku, shunaqa yulduzlik kasaliga garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nishon kibri havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan piyolani inson shuning uchun o'tar doim peshonasidan deydi. Shuning uchun kibr havo hech kerak emas. O'zi bizning hayotimizga kibr kerakmi? Yo'q, umuman kibr kerak. Bo'lsa ham kibr kerak emas, hurmat saqlash kerak, odam shu hurmatini saqlab yurish kerak-ku, lekin kibr kerak emas. Tuproqdan bo'lgan tuproqqa ketamiz. Mana yaxshi gapirib o'tdilar ustoz. Har doim podkastingni o'zing ssenariy asosida olib borasan. Hoziroq ssenariydan chiqsang. Yana ustozga ham bitta savolim bor. Qiziqarli, chunki o'zimda ham yoshligimda bo'lgan narsa. Misol uchun hozir il tanigan suxandonlar o'sha Ko'pkarida ham respublika miqyosida tanilib ulgurgan ustoz. Sizga savol, mana shu sharhlovchilik, suxandonlik yoshligingizdagi orzu bo'lganmi? Yoki kimdir sabab bo'lib, tubdan o'zgarish bo'lib hayotingizda yo'nalishga solganmisiz, qo'l urganmisiz bu narsaga? Yo'q, meni asl kasbim Jizzaxda Partiyskiy tugatganman. Quruvchi injenerman, muhaddisman. Qiziq diplom bilan tugatganman. Lekin bu narsa Xudo bergan narsa, akam san'atkor edi. Komilja degan Alloh rahmat qilsin, bir akamiz bor edi. Akam bilan birga to'ylarga chiqardi. Akam doira chalib kuchatordi. U Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini ko'p eshitardi, aytardi. Shular bilan birga to'yga chiqdim, dastavval. O'zim maktabda o'qiyman, bo'yim uzun yigit edi. Shu Komiljon akamning apparatlari bo'ladi, mikrofon oldi, undaqa. Oddiyroq lentada eholar qo'yardik. O'sha narsalarni qo'yib to'ylarga chiqardim. Shu qobizlar qo'shiqlarini eshitib hurgayat yurardik. Hozirgidek sharoit bo'lmagan paytda muzika, qo'shiqqa anaqa to'garak bo'lmaganda, musiqa maktablari bo'lmagan.
yo'nalishdan aqlanmadik, lekin maktabda yaxshi o'qirdik. Boya Komiljon akamni qo'shiqlar, Sherali Jo'rayevdan aytgan Sherali Jo'rayev qo'shiqlari juda qiziq ketgan. Qo'shiq ayta olmadik, she'r aytdik, she'r taqida shu davralarni boshqarib, nikoh to'ydan boshlaganmizda. Nikoh to'ylardan boshlab bir kuni Altinskiyda bo'lgan jarayonda zamdekanimiz bo'lardi, shoirlar bilan uchrashuv bo'lar ekan. She'rda. Endi pianistni talabalarni tashlab qo'ygan, biz ham tashlab qo'ygan o'sha yerda Junior Rajabiy teatrida edi. Katta shoirlar hammasi bor. Abdulla Oripov bosh shoirlar kelgan, juda ko'p shoirlar. O'sha yerda pianistni bolalari hammasi tayyorgarlik ko'p she'r aytyapti ular navbatda. Menga keldi, bilardi zamdekanimiz, ismlari yodimdan ko'tarildi. Siz ham she'r aytib berasiz dedi. Bu bilganda o'zingizda. Ha, bilardi. Institutda tadbirlarda faol qatnashardik-da. Keyin to'satdan navbat berilib qoldi bizga. Chiqdimda Tikka Abdulla Oripovga bordim. Abdullaga onangizni xotirasiga ashtakan she'ringizni aytib bersam maylimi dedim. Mayli, ruxsat dedi. Shu yerda to'g'risi shovqin bo'lib turdi. Hamma tomon. Men she'rda aytishni boshladim. Zal tinch edi. Martaban sukunat saqlandi. G'ajash akamiz men aytganim yo'q, o'zidan o'zlari sal G'ajash bilan menga yordam berdi. Shu yerda to'liq oxirigacha aytdim, men ko'rdim Abdulla Oripov ro'molchasini yig'layapti, shunday. Emotsiya bo'lib ketdi-da. Yig'layapti. Ta'sirli bo'lganda she'r ham. Ha, she'rda endi javob berilib aytdik qo'ldan kelgancha. Keyin Abdulla akamizlar quchoqlab yillar roman degan kitobga Abdullajonga deb yozib berganlar ustoz o'sha. Shundan keyin ilhomlanib ketganman. Bu yerga borib o'zbegimni ham yo'qlaganman boshdan oxirigacha o'sha harakat qilsam bo'lar ekan deb. Abdulla Oripovni Onajonim she'ri bilan. Ha, o'sha birinchi. Shu eshita olamizmi aya o'zimiz? Juda katta she'r endi. Qisqasi bo'lsa ham, to'rt satr bo'lsa ham. Hozir ancha bo'ldi aytmaganim yo'q. Xotiraga bag'ishlangan necha kunki yo'q oromim, kelolmayman hushimga. Onajonim kechalari kirib chiqar tushimga deydi. Endi bayram arafasida bu qo'shiq aytmayman. Ayollarga agar kerak bo'lsa, chiroyli qo'shiq aytib berishim mumkin, she'r aytib berishim mumkin. Juda endi bu onasi o'tganlardan keyin yozgan Abdulla shunday bir go'zal she'rlardan, asarlardan birida bu. Juda katta bu narsa. Takrorlab keyin aytishimiz kerak. Ancha bo'ldi aytmaganim, endi zarurat bo'lgan paytda aytamiz. Yangi she'rlarimiz ko'p. Xudoga shukr, hozirgacha intilamiz, harakat qilamiz. Shu nikoh to'ylarida ko'p yurdim. Keyin bir kuni Boyto'r akamiz to'ylarda xizmat qilganman. Qizlari, katta qizlari, hammasi bir 6 ta qizlari bor edi, qizlarim to'yda. Uloq beradigan bo'lib qoldi. 94-yil to'ylarda, hamma to'ylarda bo'lganman. Undan oldinroq tanishganmiz. Asosan 94dan qarim bo'lib ketdik. 2013-yil to'yda ichkariga chaqirib oldilar, uloqni boshlaysiz dedi. Va men aytdim, hayron bo'lib qoldim. O'zlari sababchi bo'lgan ekanlar-da. Ha. Men nikoh to'ylar boshlagan, uloqni boshqarib borganman. Uloqlarda qatnashganmiz, kameralarida qatnashganmiz, boshlamaganman. To'raka dedim, men aytdim, polvon tanimayman, otni tanimayman, ular boshqaraman, o'rganib ketasiz dedi. Hayajon bo'lganda baribir. Ha, o'rganib ketasiz dedi. Sizga bitta kasb bo'lib qoladi deb, shu odamdan umrimning oxirigacha minnatdorman. Keyin shu to'rakamning gapi bilan keyin uloqni boshladik. Bu jiyanlar bir Nurmazoyev degan jiyanlari o'sha kishi Duvanbegi yo'l yo'riqlarni o'rgatdi. Sottar aka degan ustozimiz bor, u kishi polvonlarni aytib turdi, boshqa qilib madaniyat kiritdik uloqqa. Bizgacha sal bardak ekan. Har xil odam ko'payib ketar ekan, atroflarga odam ko'paytirmaysiz dedi. O'sha Nurmazoyev juda katta qana qilgan, menga sharoitlar o'rgatgan. Shu bilan uloqni boshlab, uloqda auditoriyasi katta ekan. Mikrofonlarni kuchaytirib olib, shu bilan uloqlarni boshladik. Inshaalloh Xudo yo'l berdi. She'r aytsam hamma qiziqib, tomoshabinlar atrofimga yig'ilib oladi. Ilhomlanib ketib, yana yangi she'rlar qilamiz. Shuna Xudoga shukr, Allohga shukr, mana shu yoqqacha arzab yil xalq xizmatdamiz.
Endi mana yoshimiz 60dan oshdi. Asta-asta shogirdlarimiz yetishyapti. Allohim shogirdlarimizga omad tilab qolaman. Juda ham ko'p. O'sha Shu O'zbekiston ko'plariga yangi daraja olib kirgan ekanlar-da ustoz. Madaniyat kiritgan. Ha, madaniyat kiritgan ekanlar. O'shandan keyin saralanishdi, bu yerda kubkani bo'lgan. hozirgi 15 dan oshiq shogirdlarim bor. Hammasi meni yo'lda, shu meni maktabimda talabalar, o'sha Abdulla Ali ekipdagi o'sha katta shogirdlarimiz bor. Birinchilarda bu yurtda Trentda o'sha Abdullajon omadini bersin, yaqinda o'zi bir chiroyli ko'pkari qilib berdi. Shu meni yo'limda yurgan yosh bo'laydi. Yosh bo'laydi kelgan oldimga kelgan paytlarda oldimga chiqarib yuborardim. Ko'pchilik tushirib tashlang desa ham urishib berardim. Demak, otlar menga otlarda aytib turibdi, palonlar aytib turibdi, yordam qilib turibdi deb oldimga olib yurganman shu. Teta poyarga katta qilganmiz o'sha ularni. Ularga shukur hozir Trentda shu yigit omadini bersin. Shogirdlarning hammasiga omad tilayman. Ustoz, uloqqa bormaganman-da. Siz borganmisizmi? Umuman bormaganman, lekin rosa qiziqaman. Hozir ko'rsatuvni boshlaganga hech qancha bo'lmadi-ku, o'sha uloqda qanday boshlanadi o'zi shuni aytib bera olasiz? Tartibi, intizomi, boshqa nima? umuman diktorskiy sohasida qanday boshlanadi mo'g'ul? Diktorskiy va uloqda mozg'imiz jarayon. Ikkalamiz xudo xolasa 23-mart kuni zominimizda yaxshi ko'pkarimiz bor. O'sha ko'pkarni palas qilamiz, ko'pkarda o'tiribmiz. Palata aytaman. Assalomu alaykum, hurmatli otbozlar, polvonlar, uloq ko'pkari ishqibozlari. Mana bugun yurtimizning Zomin tumanida bir go'zal to'ylarimizdan, fayzli barakotli to'ylarimizdan biri Tig'riq qishlog'ida, Razzoqlar oilasida Alloh rahmatiga olsin Mirzo akamizning o'g'illari mana Xudoberdijon va Shuhratjonlarning quvonch kuni bugun farzandlarim Muhammad Fotiqjon va Imronjonlarning sunnat va xatto to'ylari bilan elimizga katta osh berdi. Bugun mana ko'pkarimiz mana shu bir go'zal Tig'riq qishlog'i maydonida bo'lib o'tadi. Inshaalloh polvonlarga omad tilaymiz, otbozlarimizga omad tilaymiz, tomoshabinlarga omad tilab qolamiz. To'yimiz halol, pokiza o'tadi degan umiddaman. Mana duo belgilagan, hech kim egar qoshiga o'ramaydi. Bir-birlari bilan hurmat qilgan holda egar qoshiga o'ramay faqat taqimda chopaslar polvonlar ulog'imizni boshlaymiz. Qalin boshladik. Birinchi marramiz, pastki marramiz toy. Yuqorisi tuya bilan ko'pkarimiz boshlandi. Qani polvon, g'ayrat qilasiz, ko'pkarimiz boshlandi. Choping polvon, halol pokiza choping. Pastki marramizga shiddat bilan qani Tig'riq qishlog'ining farzandi Sobir polvon ketyapti. Mashhur alpinist bilan Bediyak Jo'rayev alpinistlar. Qani halollang polvon. qisman bo'lsa ham xuddi ko'pkarada bo'lgan. Ozgina endi qo'ldan kelgancha baholi qildilar. Ana shunday so'ramoqchiman-da. O'zi ko'pkarida o'zi nima bo'ladi o'zi masalan? Uloqni Endi shuni ko'pkari bilmayman-da shartlari, tartibi qanday o'zi? Ko'pkarni men aytib beray. Ko'pkari bir endi qadim ota-bobolarimiz e'zozlab chopib yurgan o'yinlardan biri bu. Shu bobomiz Amir Temurdan, Bobur Shoh bobomizdan, Zahiriddin Muhammad Bobur Shoh bobomizdan qolgan. Aslida bu askarlarning jangga tayyorgarligi jangga tayyorgarligi shunaqa jangga tayyorgarlik shug'ullanadigan mashqida, jangovar mashq bo'lgan-a, jangovar mashq bo'lgan. O'sha paytda bitta ko'kbo'ri deydi, ular anaqilarni ko'kbo'rni ushlab qiynadi, yigitlarga buyruq beradi. Shundan keyin bunisi tortishib berib kelib, men olib shundan keyin shu jarayonni yoqib qolib, ommalashib ketgan. Qadimdan ota-bobolardan kelgan milliy o'yinlardan biri. O'zi asli o'zbeklarga tegishli. O'zbek, o'sha o'rtacha xalqlarga hammasi ham Turkiy davlatlarga ham, Turkiy davlatlarga hammasiga deyarli tegishli. Qozoqlarda ham, O'zbekistonda ham hamma joyda to'ylarda bo'laman. Bir xil jarayonni chopiladi, shu ot anaqada takada chopilib kelayotgan, davom etadigan jarayon. Agar ulog'imiz bo'lmaganda bizlarda ot bo'lmas edi. Ot qolmas edi. Bir paytlar mana shu Sovet hukumat davrida uloqni Navro'zni taqiqladi. Uloqlarimiz to'xtab qoldi. Qancha otlarimiz, shuhratlarimiz Qozog'istonga o'tib ketdi. Xudoga shukr, mana mustaqillik sharofati bilan hamma tomonda hozir mana oqlanan siyosatimiz tufayli milliyligimiz qaytib kelib, hozir otlar eng zo'r otlar O'zbekistonda. Qirg'izistondan kelyapti, yaxshi otlarimiz Qozog'istondan kelyapti. Yana o'rniga kelib, biz O'rta Osiyo bo'lsa eng qimmat, eng zo'r shoqirotlar O'zbekistonga keldi. Uloqlarga tartib kiritdik. Bizni uloqlarga havas qiladi. Zominliqda boshlagan uloqlarimizdan ko'pchilik mana shu viloyatlarda andaza oladi shu yerdan.
chiroyli qilib. Demak, men hozir tushunganim bo'yicha o'sha ichki nanos tashaladi, o'shani olib kirish kerak. Ha, shu taka tashalar, takani ichida olib, hozir zamonda birinchi bo'lib olsa shunday shug'ul bo'ladi. shu qarang, takani olib borib tashlanadi pastga. Bitta polvon, unga ham solim bor. Yuqoriga olib keladi. Olib kelganda ham o'sha taqimda olib kelish kerak. Buni taqim mahkam bo'lish kerak. Ot tulpor bo'lish kerak, zo'r ot bo'lish kerak, yaxshi ot bo'lish kerak. Shu otga ham, polvonga eng 70-80% yordamni ot beradi. Ota. Endi bu yerda uloqni egalari asli otg'ozlar, tadbirkorlar, boylar bunday joylar qo'ysa. Shu otni xarajatlari katta-da, tadbirkorlar shu otg'ozlar otasidan qolgan meros, ular qondan keladi, shu otni yo'qotmaydi uyda. Ot uyda turish kerak. Otni ham tulpori, zo'r. Shunda bir go'zal otlarni tarbiyalab boqqanga Allohning ham ajri bor deydi. Shu otg'ozlar otni tayyorlab kelib, uloqqa choptiradi. Polvonlar alohida ularning otg'oz polvon ham bor. Endi o'zlari otdaylar, o'zlari chopadigan polvonlar asosan otg'ozlarimiz otlarni olib keladi, polvonlar bilan kelishadi. Polvonlar shu chopadigan falon-falonchi polvonlar 2 marra 3 marra chopiladi, otni qiynamaydi. Aqlli otg'ozlar bor. 2 marra 3 marra berib, o'sha yerda omadi kelsa sovriladi, oladi. Otg'oz ko'pkarda 2 ta otg'oz, polvon. Endi hakamlar bor. Bizni e'lon qilib turguvchi shu jarayonda xalq millionlab tomoshabinlar keladi. Futbolga kelmaydi tomoshabinlar. Uloqqa keladi. Uloq tomosha Futbolga kelmaydiganingizga ustoz Mirzo Hakim To'xta Mirzayev taniysizmi? Ha, birga o'tkazgan ko'pkarlar. Taniqli charxlovchi. Bu ham ana shu akani videolari bor, ko'rganmisiz Ulug'bek? Instagramda ko'p tarqalib ketgan. Zominda ko'pkarni o'tkazgan. Keyin ham mehmon bo'lib, ham sharhlagan, o'sha payt o'zlari ham aytganda, shuncha futbol sharhlagan bo'lsam ham O'zbekiston xuddi buncha tomoshabin yig'ilgan joyda ko'rmaganman. Yerda, misol uchun, Paxtakor stadioni eng kattasi O'zbekistonda Bunyodkor bilan birgalikda bo'lsa, 35 ming, 34 ming odam yig'ilsa, milliy terma jamoa o'yinlariga, lekin Kubkarga yerda misol uchun 100 minglab, 200 minglab tomoshabinlar tashrif buyuradi. Kubkarni tomosha qilishga, to'g'rimi ustoz? Skemagaga ham o'tirmay tik turadi, qor uradimi, yomg'ir bo'ladi. Sovuqda ham, noqulay ob-havoda ham shunchalik jalb qiladi. Ana tomoshabinlarni millionlar o'yindan ham millionida o'sha bemalol futboldan ham unaqa xalqimiz juda saxovatli, to'y qilish odamlari ko'p. Ayniqsa mana shu Zomin bilan Baxmalda kuniga to'y bor. Allarol, Samarqand, Payariqlarda, shu taraflarda juda ko'p to'ylarimiz. Federatsiyamiz tashkillashtirgan federatsiyamiz bor Toshkentda. Savol bermoqchimiz. Navaga Jo'rayev. Ko'pkar federatsiyasi. Ko'pkar Chunki federatsiyasi. avvallari bo'lmaganda, rasman Kubkar federatsiyasi yo'q. Navaga Jo'rayev ustozimiz asos solgan. Misol uchun, menimcha tartib bilan o'zini musobaqalari joriy etilsa kerak-da. Shunday federatsiya Hozir faqat respublika miqyosida o'tkaziladimi yoki faqat Kubkar bergan insonni musobaqasi o'tib ketadi-da hozirgi kunda? Shunday bo'lyaptimi? Respublika uloq federatsiyasida hozir o'shanagan bosh har yili viloyatlar bo'yicha 5 ta o'yinimiz bor. Chet ellarga chiqib 5 ta qancha yutuqlarni olib kelyapti. O'sha Toshkentlarga borib yutuqlarga erishib kelyapti. O'zbek chavandozlar 5 ta o'yinimizda chunki jahon 50 ta davlat tan olgan. 5 ta o'yinda. O'shanda ham peshqadam olomon ko'pkari deymiz, bu ko'pkarlarimiz bor-ku, xalqimiz o'tgan olomon ko'pkarlarning o'sha federatsiyamiz bosh o'tiradi. Biz to'yda o'tkazgandan keyin hisobot beramiz. Janjal bo'lmadimi, boshqasi bo'lmadimi, qanday o'tdi to'ylar degan. Har bitta viloyat, har bitta tumanda federatsiya raislari bor. O'sha birgalikda ichki ishlardan ruxsat olamiz, o'sha o'tkazayotgan kunlarga. Shunday qilib tartib bilan xudo xolasa to'ylarimiz Bundan rivojlanib ketar ekanda, xolasa. Mana sizlarni ijtimoiy tarmoq rivojlangan sari ko'pkarimiz ham rivojlanib boryapti. Hozir bizni bu uloqchi blogerlarimiz bor. O'shalar to'g'ridan-to'g'ri efirga ham olib beradi kerak bo'lsa, yoki olib turib ijtimoiy tarmoq YouTube'larga tashlaydi. O'zbekiston ko'pkarsini butun jahon ko'ryapti, O'rta Osiyo ko'ryapti. U nechtagacha ot qatnashadi Kubkarda? Endi uloq katta kichikligiga Ishtirokchilar sonini aytayapman. Uloq katta kichikligiga bog'liq. Endi sonlar katta bo'lsa shuncha olib qo'yadi. Sovrinni uloqni o'sha tashkil qilgan odam beradi, to'g'rimi? Shunday. Uloq tashkil qilgan odam beradi, lekin chetdan ham do'stlari, o'rtoqlari, qarindoshlari hammasi olib keladi. Bitta odam shunday ko'payib ketadi-da, shu xalqni bir jipslashtiradi. Nikoh to'yingizga borsak 100 ming to'yini beramiz.
Eda 100 ming anaqa maydi kamida uni katta pul berasiz eda borku. O'zingizdan shunaqa deb uloqdan naqasi. Begona odamga begaraga berib ketasiz. Siz o'zingiz o'tkazgan olovlardan eng ko'p nechta ot bo'lgan? Ha, menga yaqin Shohzod Maqtosh to'ylarini 21-yilgacha, 22-yilgacha boshqardim. O'zbekistonda butun O'rta Osiyoda hamma otlari kelgan. 1000 tadan oshiq otlar, 2000 ga 1,5 ming ta menja, bilmasam 1,5 ming. Oshiq eng ko'p ot shu Oqtosh maydonimiz, Go'zal Oqtosh maydonimiz bor Zominda, katta maydon, shu boylar ekan bosh bo'lib, shu yerda juda ko'p katta to'ylardan qilganmiz. O'zimiz ham ko'plar qilganmiz. Bizga ham shu O'rta Osiyo tomoshabinlari, otolari hammasi kelgan. Hozir O'zbekistondan tashqari boshqa joylarda ham o'ynaladi-ku ko'pkari. Ha, Qirg'izistonda bo'ladi. Qirg'izistonga, mana Qozog'istonga Qorasuvga yaqinda borib keldim, Tojikistonga borib turamiz. O'zi boshqa davlatlarda ham sharhlovchilik qilgansiz. Ha. Borib xizmat qilib kelamiz. Yerda. Hozirda asosan ko'pkari yo'q paytda to'y xizmatlari, boshlovchilik. Ha, nikoh to'ylarga yoshimiz ulg'ayishdi. Hozirgacha men sarayliga, yaxtalikka, to'ylarga kelaman. Ular ham sizni asosiy muxlisingiz, sizni bilgan, taniganlar shunday. Hozir mana polvonlar uylanyapti, ko'plari uylansa chaqiradi, borib xizmat qilib va uloq jarayonlardan aytib to'yni ko'tarib kelamiz-da. Bunaqasini to'yda boshlovchilik sifatida hozirda bitta she'r eshitsak sizdan. Mayli. Endi she'rlarimiz ko'p. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonda rivojlandik dedik, o'zbegim she'rini yo'llaganman deysiz. O'zbegim she'ri. O'zbegimni aytib beraymi? Boshqasini aytib beraymi? Mayli. Tarixingdir ming asrlar ishrab xon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch siyonshon o'zbegim. So'ylasin afrosiyob bu, so'ylasin urhun hati, ko'kna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Al-Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farob avlodidan asli nasling balki o'zluq, balki Tarxon o'zbegim. Sen nazardush, sen nabuddiy, senga no otas sanam, odamiylik dini birlan toza imon o'zbegim. Tuzdi-yu Mirzo Ulug'bek Ko'ragoni jadvalin sirli osmon tog'iga ilk qo'ydi narvon o'zbegim. Mir Alisher narasiga aks sado berdi jahon, she'riyat mulkida bo'ldi Shoh Sulton o'zbegim. O'zbegim deb keng jahonga ne uchun mat etmayin, o'zligim bilmoqqa davrim berdi imkon o'zbegim. Farq etaman ona xalqim, ko'kragimni tog' qilib, ko'ksida tog'lar ko'targan tantali qon o'zbegim. Menga pushkin bir jahon, menga bayron bir jahon, lekin Navoiydek bobom bor, ko'ksi osmon o'zbegim. O'zbekiston o'zbegim. Bu qasidam senga xalqim, osti tuz hurmati, erkin o'g'lingman qabul et o'zbegim, jon o'zbegim. Rahmat. Salgina bir joyda kamchilik bo'ldi, uzr so'rab qolaman. Bu she'r dunyoga katta nima bilan, progress bilan tanilgan she'rda bu. Bu juda katta, aytilmaydigan joylari bor-da. Aytilmaydigan joylari bor. Tog'laring boshingda go'ra, tigra, ijlar bo'ldi, bo'yri bo'ldi. Qildi afg'on, ketdi afg'on, qildi afg'on o'zbegim degan juda bir katta bu she'r aytsam, doston bo'lib ketadi. Taqiqlangan joylar bor deydi. Chulponda bitta she'ri bor-da. Aytdi-ku, ko'pkari zapret qilishdi deydi. SSR payti. Chulponda ham chulponlarni zapret qilgan. Endi jadidlar chiqqan-ku. Abdulla Oripov, Chulpon bo'lgan bir ikkita jadidlarimiz xalqni yetalagan. Ozodlik uchun xalqni yetalab hech narsa qilsa qo'ymagan. Masalan, she'rlarini ham qo'ydi tarjima qilib o'qitishgan. Taqiq qo'ygan-da. Taqiq qo'ygan-ku. O'sha paytda endi shoir-ku, shu she'rda yozgan. Men uzoq yulduzdan ko'kka ko'z tutib, tungi kechalarda ko'kka ko'z tutib, eng uzoq yulduzdan seni so'rayman. U yulduz aytadi, yuzini bekib, men uni faqat tushda ko'rgayman deydi-ku. O'sha narsa bizda hozir ko'plar yoshlarda ko'ryapman, sevgiga yoki qanaqa bir qizga aytayapti-da. Bu narsa uchun emas, mana ko'kka yuz tikib, eng uzoq yulduzdan seni so'rayman deydi-ku. Bo'yda qachondir ham yetalab kelyapti-da, o'zi bilan yetalab kelyapti, baribir Chulponga ergashmayapti-ku. Baribir Chulponga ergashmayapti-ku. Shunda ham Chulpon umidini uzyapti-da.
eng uzoq yulduzdan seni so'rayman deb ozodlikda aytibdi. Yulduz ham aytibdi-da, yulduz ham bunday qarayapti-da, bu xalq birlashmasa u ham aytibdi, men ham buni ko'rmaganman mana buni deb. Kelajak yulduz endi kelajak tariqasida aytibdi, men ham buni ko'rmaganman, lekin tushimda ko'rganman, agar rostdan ham mustaqil bo'lsak, zo'r bo'lib ketamiz. Tushimda ko'rganim eng go'zal, unchalar go'zal, oydan-da go'zaldir, kundan-da go'zal deydi-ku. O'sha siz hozir sizni ham zabit qilishganda ko'pkarlarga, to'g'ri? Shunday ustozimiz Sherali Jo'rayev qo'shida aytgani keyin Rustam G'oyib zamonaviy qilib aytdi. Degasi birinchi ustoz Sherali Jo'rayev. Men Sherali Jo'rayevning duosini olganman, to'ylarimga olib kelganman. Shu kishi juda ko'p narsalar o'sha insondan o'g'irlaganman. She'rlarni agar u kishi ijodkormi, she'rlar yozar, qo'shiqlarning 50% o'zlariniki. Shunday o'zlari. Nikoh to'yga borsam, eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimizdan bo'yinga munosib yor topilganda ko'nglingga munosib yor topolmaysan. Ko'nglingga munosib yor topilganda bo'yinga munosib yor topolmaysan. Bo'lsa gul yuzli so'zlar muloyim, ko'rganlar aytsalar u shu guloyim, shundayin hur qizni bersa xudoyim, ul malak yonidan hech ketolmaysan. Sarvidek sallanib yoningda tursa, so'zing shamoliga bosh egib tursa, yomon so'zingni ham yaxshiga yo'ysa, uning xizmatidan bosh ololmaysan. Sadqalar shirinjon, ahr uchun, yigit go'zal uchun, qiz yigit uchun, ikki dil pokligi oila uchun, buningsiz lazzatda hayot qila olmaysan. Ilohim bo'ylaringga, ko'nglaringga mossin deb kelin-kuyovlar oldiga borib, o'sha she'rlarni aytib beraman. Maza qilishadi. To'ydagi eng bitta qiziqarli holat, kulgili voqea bo'lsa, eslasak shuni. Bo'lib turadimiz shunaqa Bo'lib turadi. Bo'ladi. To'ylardagi bir qilib holatlarni aytib beraman. Zavdarga to'yga keldik. Bir yigit miltiq olib kelib, to'yda ortasida bir arslatib otdi-da. Havoga qarab otdi. Shishqonda 1000 tanga bo'lib ketdi. Stol ustida yotgan mashina maslar ham menga qo'yib qochib ketdi. Endi shu men qochdim, meni kameram bu paytda kamerachi edim, uyda kameram bor. Kameramni ko'tarib choqdim. Bittasi devorga sakragan ekan, shu oyog'iga bor tashlab ko'zim urildi. Men maklab kelin-kuyovni oyog'idagi kelin-kuyovim yo'q. Duxobay qashqoqqa qishloq to'ylar. Stoltay kirib olganman, qarab turibman. Bang lampochkalarni otdi. Qo'shniga qarab eshikchasi bor ekan, shunday yugurib borsam, ichkari to'la olam. Og'lam to'la, ham oshxona ham to'la, ayol erkak arallash. Ota-bolam qaytib urushgan ekan deyman. Qaytib urushgan. Eng qiziq joyi, hammamiz yig'ildik. Ketamiz, aparaturlar yig'ishtirib olganmiz, ketamiz deb turib, Yoqub degan Ashtaboddan gitaristimiz bor, o'sha yo'qda. Yoqub deymiz. Yoqubjon yo'q, bu kelyapti, gitarasini ko'tarib. Qayda yursan desam, men yuguradi, qochsam deydi, va gitara bilan bitta ko'chani aylantirib odamlar quvib chiqdi-da. Gitara yorug'ida bor-ku, multiqda o'ylaganda, to'xtasa to'xtaydi, yugursa yuguradi. Mendan qochayotgan ekan. Gitara ana ayrim qismi ham mana avtomat kameraga o'xshash. Mendan qochayotgan ekan deydi, voy bor-ku, Yoqubjon kulishib, shu to'ylarda shunaqa to'ylarni ko'rganmiz, ko'p to'ylar bo'lganlar ham. To'ylar Yoshligingizdagi eng og'riqli nuqta, jarayon nima bo'lgan? Endi bu Bolalikdagi. bosh qattiq deydi, eng og'irli nuqta. Nima desam bo'ladi? Men yoshligimda yaxshi odam, bir oddiy odam edi. Yaxshi o'sganmiz, hammamiz oddiy quruvchi usta edi otam. Ana nemislardan pechkani o'rganib bo'lgan otamiz. Zomida shu nemis xalqi bor edi, o'sha yerdan kontramarka degan pechka. Haqiqiy nemislar bo'lganmi endi? Ha, o'zimizni bilasizmi? Biz Zomida biz nemislar bilan birgalikda bo'lganmiz. Qo'shnilarimiz hammasi nemis. Germaniyada o'zbeklar bo'lganda o'sha payt. Yo'q. Bunaqa holatda Hozir o'zimizni zomini so'rayapman, ulug'bek. Qolinganda qarang, bunlarda nemislar bilan birga katta bo'lishimiz sababi qo'shnilarim nemis, tatar xalqi millatida sababi Ko'p millatli xalq bo'lganda o'sha paytlar. qarang, Sardorlar. Ular Rossiyani qurishga Peterburg olib kelgan nemislar bo'lgan. Ustalar bo'lgan, hunarmandlar bo'lgan. Keyin bu Germaniya urush boshlagandan keyin Stalin butun shu
Tatar bormi, nemis millati bormi, koreys bormi, hammasini o'rtasiga anaqa qilgan. Haydang. Biz zamonda juda ko'p nemis o'rtoqlarimiz bor edi. Hozir mustaqillikdan keyin ularni chaqirdik-ku, ketdi ular. Haloldek haqiqatdan bir yaxshi insonlar edi o'shalar bor-ku. Nemisga rashvot deymiz-ku, haqiqatdan nemisga rashvot shunda ko'rganmiz. Mana shu magazinga kelib, fakturani so'rardi. Qimmat sotmayapsanmi deb. Sirasi do'konchilar ham anaqa bo'lardi. Shunaqa bir Bizda ham o'sha paytda ular kelgan, bizda ham urushdan keyin, bizda ham jo'nat 70 nafar o'zbek degan mana bu kitob bor. Bu yoqqa jo'natishgan, o'qishga, malaka oshirishga, bo'yda endi urushmaymiz deb kelishilgan-ku. Bitim tuzilgan. Bitim tuzilgandan keyin kelishilganda bu yoqqa ham kelgan, bu yoqqa ham borgan, bu yoqqa borganlar, yerda bu yoqqa qolgan, yerdalar bu yoqqa kiritmagan o'sha payt. 70 nafar o'zbekni jo'natishyapti o'qishga. Qaytamiz deganda, qaytganda bo'yda diplomsiz qaytsang qabul qilamiz degan. Diplom bilan qaytsang qaytib qabul qilmaymiz degan. O'sha yerda ko'p qolib ketgan. Qolgan kelganlarini masalan bo'pti, men vatanim uchun kelaman deganlarini ham diplom bilan diplomsiz kelganlarini ham ma'lum bir masalan bir hafta 10 kundan keyin yo'q qilishdi. bilmadim, men yaqinda shu Ishli odam u paytda juda xavfli odam bo'lganda ular shu. aka xonim bor. Andijondan, Shahrixondan qor aka, Ablaxab qor aka. Onam dedi, umrining oxirigacha dedi, nemislar duo qilib o'tdi dedi. Yangi gap. Nemis xalqi shunday pokiza xalq bo'lar ekan, onam umrining oxirigacha duo. Men aytdim, nimaga duo qiladi? Nima deb qiziqib so'radim. Biz dedi, shu yeshonlar, boshqalar, qor-porlar hammasi surgun qilgan ekan. Ukrainada shahada yurar ekan, surgunda urush boshlangan. Urush boshlangandan keyin tun nemislar bosib olardi, bularni podolga kirib oldik deydi. O'rtaga yosh bolalarni olib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'lni ko'tarib turibmiz. Qo'lni ko'tarib turibmiz. Nemislar avtomatlaridan keldi, la ilaha illalloh kalima shahodatni aytib turavergan. Keyin Muhammad deb ketib, kattalarni olib ketdi. Kimsizlar? Qayerdansizlar? O'zbekistondan shu o'zbeklarimiz, musulmonmiz shunaqa. O'zbekistondan bo'lsalar, sizlar musulmonmisizlarni hurmat qilamiz, dinlaringni ham o'zlaringni ham debdi. Biz faqat kommunist bilan yevroyni ochishga chiqqanmiz debdi. Qarang, Hitlerda qanaqa. Shuning uchun masalan Rossiyada qahramonlar kuni bor yoki g'alaba kuni bor-ku, bizda nima kuni yo'q-da, chunki bizga tegishli narsa emas-da urush o'sha payt. Aslida to'g'ri. Xotira kuni bor. Qarangda, endi gapni oxirigacha eshitamiz. Qarangda, boyagi nemislar bularga sharoit yarab berdi. Katta sigir olib kelib berdi deydi. Onam sigirni soat deydi. Boyagi nemislarga olib bersa, boyagi bankadagi sutni pulini olmas ekan. Oldin pulini olar ekan, onaxon, keyin sut olar ekan. Biz o'zlari olib bergan. Hamma deydi sharoitlarni qilib berdi bizga deydi. Bitta shu kontorasini yuvib talab qo'yamiz, bog'ni, xo'jayin bog'ni qiladi deb shunaqa bir sharoitlar yaratib bergan, mazza qilib yashab ko'ring deydi. Keyin deydi, Sovetlar bu tarafdan boshlagandan keyin umr deb biz ketyapmiz, yuragini olib ketamiz efirga. Yo'q, bormaymiz. Biz nima bo'lsa yurtimizga qaytishimiz kerak. Xayrlashib qaytdi deydi. Bir kunda o'g'rislar keldi, sigirimiz o'sha kuni yo'qoldi deydi. Ruslar boshqa. Sigirimiz o'sha kuni yo'qoldi deydi. Shunday holatlarda aytib berib, nemislar to'g'risida endi yaxshi bir halol yaxshi men Andrey degan qo'shnim bor edi. Bilardim, pokiza bo'laydi. Shu nemislar haqida endi bu suhbatimiz cho'zilib ketdi. Ilohim, nemismi hamma yerda bor. 5 qo'l barobar emas. Bu millatda masalan maqtab bu millatni yomonlab bo'lmaydi. Xalqda yomoni bo'lmaydi deydi. Xalq yomon bo'lmaydi. Shunday, xuddi agar xalq yomon bo'lmaydi, odam yomon bo'ladi. Odam yomon bo'lmaydi. O'sgan ham o'lgan ham Xudo deydi. Hamma ilohim. Yurt tinch bo'lsa, hozir qarang, mana urush jarayonlari ketyapti. Juda bir yaxshi holat emasda bu. Yaqin Sharqdagi urushda aytamiz. Yaxshi emas. Mana umradan qaytib keldi, otaxonlar qarang ta'sir qilyapti. Juda katta. Siz ham yoshligingizda uloq chopgansizda? Uloq chopmaganman. Nimagansiz? Yo'q, uloq chopmaganman. Otamizda bir ot bo'lardi, olardi, sotardi, shu otlardan qilganmiz-ku. Asosan shu nikoh to'y orqali uloqqa kirib bordik-da. Shu boyto'r akamiz sababchi bo'ldi. Uloqqa kirib bordik. G'olib bo'lgan polvonni pul mukofoti eng yuqori sumda bo'lsa, sir bo'lmasa agar. Yo'q, kechagina endi mana to'ra akamlar eng oxirgi belgilanadimi yo? Ha, belgilanadi. Anaqa raislar yig'ilib o'rtada to'y beradigan odam maslahat qiladi.
maslahat qilib o'zi masalan bizga ro'yxat beradi. Diktorlarimizga, so'zlaydigan odamlar o'zlari biz aralashmaymiz masalan. Ro'yxat berib, ro'yxat bo'yicha e'lon qilamiz. Tasdiqlarimiz shu kechagina kafelar qo'ydik. Kvartiralargacha qo'ydik, Oqtoshda qo'yildi. Uylargacha? Ha, uylargacha kvartira Toshkentdan Sohiblar Qobul polvon oldi. 3 xonali uylar kvartiraga qo'yildi. Biz o'n Oqtoshda bo'lgan to'ylarimizdan boshqa joylarda go'zal to'ylar bo'lyapti kecha. O'sha hozirda o'sha polvonlar o'sha qachondir ko'kar bo'lishini kutib faqat ot bilan shug'ullanadi. Faqat hozir trenировка qiladi deydi. Mashg'ulot qarang o'sha qiziqqandan payg'ambarimiz aytganda, payg'ambarimiz gaplari bor. Farzandlaringizga ot minishni o'rgating, kommunalni surishni o'rgating deydi. Doim yigit odam jangovar holatda bo'lishi kerak. Shu otlarni saqlanib qolish ko'pkarimizni sababidan otlarimizni saqlanib qolishi. Shu ko'pkari bo'lmasa otlar yo'qolsa bolalar qanday ot turgan. Shuncha sabab hozir mana yutuqlarni ko'rib, sovrinlarni ko'rib, hammasi tinmay mashq qiladi. Polvonlar juda ko'p. Oldin 65 kilo qilardik, hozir 65 kiloni tushirib ketyapti. Qo'l-qo'lga tegmay ketyapti. 70 kilo, 70 kilo. Mana baxmallarda 80-90 ham tashlaydi. O'g'irlik 90 kilo. Ha, shu faraz qiling, 80 kilo, 90 kilolarni ko'tarib oladi. Odam o'qishgandek bo'ladi. Nurnazar degan polvon bor, o'sha yosh yigit. Bugun 21 ga keldi, tug'ilgan kunlarini Nurjonazarni tabriklab qo'yaman. O'sha yosh yigit, o'sha eng og'irda ko'targan polvonlardan biri. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Ayni damda O'zbekistonda lider deymizmi? Kim misol uchun liderlik qilib boryapti polvonlar o'rtasida? Polvonlarda endi respublikamiz bo'yicha hamma joyda o'zining polvoni bor. Har kim o'z elida ko'pkara g'olib bo'lgan deymizku misol uchun. Har kim o'z elida Bektor To'ralov dedi. Ko'p polvonlar maydon tanlaydi. O'zining yurtida ko'proq tashlaydi. Ruh degan narsa beradi-da. Shu maydon tanlamas polvonlar ham bor. Endi bitta ikkita deb ayta olmayman. Masalan, Andijonda o'zimiz Faxriddin polvon bor. Top 5 talikda aytib bering. Top 5 talikda respublika miqyosida polvonlar. Endi o'rtasini xafa bo'lib qoladi men. Mayli, top 5 talik shuning uchun aytaysiz. Viloyatlardan bitta aytib chiqay sizga. 12 ta viloyatda? Viloyatlardan qo'ldan kelgan. Qoraqalpoqdan boshlab vodiydan boshlaydi. Andijondan Faxriddin polvon bor. Namangandan Karim polvon bor. Qo'qondan Rustam polvon bor. Bekzod polvon bor. Juda ko'p Qo'qonda polvonlarimiz ko'p. Polvonlar ko'p. Endi asosan esimga tushgan, yodimga tushganlarni aytyapman. Dash kelaversak, mana Ohangaronda Sayf polvon bor. Toshkentda. Sayf polvon, Toshkentda Mirsodiq polvon bor. Ukalari, aka-ukalar hammasi polvon. Mirolim polvon. Gulistondan hozir bizga Sirdaryodan asosan Bo'ri polvon peshqadamlik qilyapti. Mana Havas Karvonsaroyda aka-ukalar, Erkin polvon o'g'illari hammasi polvon, Misha polvon bor. Kelyapti. Hamma o'z qiziqib turibdi dizada kimda aytar ekanda. Qiziqtirib buni dizada kim? Dizalarimizda kelaversak, qarab zominimizda masalan zominda Muxtor polvon bor, endi zabardast polvonlar, Sobir polvon bor. Endi ularda ham vaqtda ham o'tadi, vaqt o'tgandan keyin polvon sekin-sekin yosh polvonlar chiqaveradi. Endi o'zim bilan avlodlar almashuvi. Birga shoshgan polvonlarni aytib o'tyapman. Yosh polvonlar ham chiqib kelyapti, Xudoga shukr. Keyin bu yerdan Zardordan Rustam polvon, ukalari Aziz polvon, Otabekjonlar juda bir akalar ishini davom ettiryapti. Shu bilan mana Baxmalda o'zining polvonlari bor. Surashxon polvon bor. Samarqandda mana Kildaldan boshlasak, polvonimiz bor. Naryoqdan polvonlar ko'p, Samarqandda ham juda ko'p polvonlarimiz ko'p. Tayson polvon bor. Juda bir yutuqlarga erishgan yerda. Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo, Surxondaryoda ko'p anaqa qilmaymiz. Biz borku, ular chopish usuli boshqacha. Nima uchun, nima sabab? Rahtarim. Ular Qashqadaryo, Surxondaryo u to'ylarni ajratadi. Yakka chiqsa bo'ldi. Ularga ham to'ylarga borib turaman. Ular shu galadan chiqib yakka bir alohida bo'lib, bitta o'zi alohida bo'lib chiqqandan keyin, yakka chiqqandan keyin shu hisob bo'ladi. Shartlari ham o'zgacha-da uni. Shartlari boshqacha. Futzal bilan stadion degan. Mini futbol bilan katta futbolning farqida ekanda. Ancha farq bor ularnikida. Endi ular shunga o'rgangan, ota bolalar shunday shauq kelgan, shunga o'rgangan.
bizlar ularga qiziq bo'lmasin, lekin ularda ham to'ylarga bordim, juda foydali, juda bir go'zal to'ylar. Ularda ham katta salonlar qo'yiladi. Endi qora bayir otlar bizda ish beradi. Qora bayir otlar ham anaqasi bor, asosan bizda Polsha otlari katta otlarga o'tib ketganmiz. Ularda o'zimiz otib olamiz, chopgan qora bayir. Qora bayir uncha charchamaydi. Shu yerda bunga kechgacha cholib turaveradi shular. Uloqni boshidan oxirigacha demoqchiman. Qora bayirlarimiz o'sha Surxondaryo, Qashqadaryoda saqlanib qoldi asosan. Bizlar ham Slaska Pavlodaga, Polsha Pavlodaga o'tib ketdik, katta otlarga. Bekzod polvon esimni chiqdi Jizzaximizdan, Bekzod polvon. Eng Jizzaxda inglizlar Bekzod polvonimiz eng bir yaxshi lider polvonlarimizdan biri. Hozirda ham ko'pkarlarga chiqib turibsiz? Kim? Hozirgi kunda. Ha, yetin mana ro'zadan keyin 3 ta ko'pkarim bor, 21, 22, 23. Yana iltimos qilganlar bor. So'qqa chaqiryapti. 2 yildan beri so'qqa chaqiryapti. Navro'z arafasi ekani bayramga Xudo xohlasa ro'za tugagandan yana ko'pkarlarimiz boshlanadi. Inshaalloh. To'ylarimiz bor. O'ta kasbni olishdimi? Kichkinamda bor. Oh. U kichkinam endi shu to'ylarda she'r berib aytib yuribdi-yu. Ikkita kattasi yo'q, ularda yo'q. Kichkinam shu menga qator she'rlarni aytib, to'ylarda o'talarni to'ylarda yuribdi, o'zi ichki ishlarda mehnat qiladi, ishlaydi. Ko'pkarga chiqmaydi. Yo'q, ko'pkarga chiqmaydi. Endi ishi bor, davlat ishida ishlash kerak hali. Shogirdlarim ko'p. Ilohim. Yoshligingizdagi o'shalmagan orzungiz. Yoshligidagi ushalmagan orzuyim meni mana shu yo'nalishga yo'naltirmagan. Ayni til adabiyotga yoki qo'shiqchilik san'atiga bermaganda, Partiyskiga kirib ketgan va Komil akam Namangaga olib tashlagan. O'sha yerda yangi ochilgan Partiyskida shahar bir oy yurib, bepul xarajatsiz, o'sha paytlarda katta xarajat bo'lardi. Xarajatsiz shunday o'qishga kirib ketganman. Institut diplomni tugatganman. Keyin ishlardik, PMKlarda prorab bo'ldim, boshqa bo'ldim. Arimaga borib keldim, partiyaga o'taman deb. Keyin tadbirkor bo'lib ketdik-da. Tadbirkor bo'lib to'ylarga chiqdik, boshqa bo'ldik. Diplomlarimiz ko'p ishlata olmadik. Shu menga armon. Shu bola katta bo'layotgan, oilada katta bo'layotgan yo'nalish berish kerak. Bolani qobiliyatiga qarab. So'rash kerak. Qobiliyatiga qarab, o'zida qobiliyat sezdimi ota-ona? Sizda masalan Yo'naltirish kerak. O'shanga yo'naltirish, musiqa, tilgami, boshqami shunday bir yo'nalish berib, bolani aniqlash kerak. Biz endi shu akamizga mana o'sha paytda pul juda katta rol o'ynardi-da. 82-yillar o'sha Partiyskiga kirdik, endi taqdirimdan nolimayman-ku, lekin agar unaqa bo'lganda, o'sha o'qishim jarayonimiz o'sha kasbimdan bog'liq bo'lganda, undanda katta yutuqlarga erishishimiz mumkin edi. O'sha bizlar armon bo'lib qo'ygan ozgina. Ustozimiz gapi bor-ku, agar o'zing yoqtirgan ishni qilsang, ishlamaysan deydi. Hozir men sizni kecha Instagramda ko'rib qoldim deb onajonim haqida she'r aytgan ekansiz. She'rdan o'zi biz yana bir eshitamiz. Mayli. O'zingizdan bir eshitaman deb niyat qilgandim. Allasiga alishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni. Bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang agar shoir deganni, she'rlarining tog'ning tog'iga 100 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Shirk emas kechirsin meni Allohim. Men faqat onamni tavob qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam tirik ma'budki onam, aslidan mehridan bunyod bo'libman. Nurdayin pok oppoq kabagi onam, men esa oq kaba izlab yuribman. Rosti gap dunyoni o't olib ketar. Onamni sog'inib yig'lasam agar, mendayin shoirlar bir tiyinga qimmat, onasin duosin olmasa agar. Ilohim onajonlarimiz omon bo'lsin. Ajoyib ustoz. Endi hozir nevaralaringiz bor, ha? Inshaalloh. San'at sohasiga kiraman degan odamlar tayyorlayapsizmi? Xudo xolasa inshaalloh, Xudo yo'qtirsa bo'ladi. Xudo yo'qtirmasa hech narsa bo'lmaydi. Allohim yo'qtirsa qo'ldan kelgancha
qo'llab-quvvatlaymiz. Endi aytganim baribir hamma xohlaydi-ku, masalan, siz san'atkorsiz, yuztulik boshlovchisiz, suxandonlik qilasiz-ku, hamma o'zidan zurriyat qoldirishni xohlaydi. Ha, endi Izdosh deymizda. izdosh tarafdorimiz ilohim farzandlarimizdan, nevaralarimizdan chiqsin, ilohim chiqsin. Yaxshi ish qilib o'ziga yarasha bor, nevaralarim hali kichkina. Xudo xolasa nevarlardan chiqar, o'g'illarimizdan chiqar. Allohim yuqtirsin. Endi Xudo yuqtirmasa bu narsa bo'lmaydi. Majburlab birovni yo boshqara olmaysan, qiziqqan, talpingan odam kerak-da uning uchun. Hammasi Alloh nazarda tutsa chiqadi. Xudo xolasa inshaalloh niyat qilamiz, umid qilamiz. Nevarlardan chiqsin deb. Uzoqroqqa borib uloq aytganingiz, eng uzoq qayerga? Chitga chiqqaningiz. To'gam. Uloq to'yga. Uloq to'yga Qozog'istonga borib, Chimkentdan keyin Dashiyadan. Yerda ham o'zbekcha olib borganmisiz? Ha, qozoq tektor bola qozog'cha gapiradi, o'zbekcha, Chimkent asosan o'zbek zaboniga qozoq tektor. Hamkorlikda bo'lganda? Ha, qozog'cha gapiradi, qasam kim o'zbekcha shunaqa bir-birimizga aytib, she'rlar so'raydi ko'p. She'rlarimizni aytamiz. Tojikistonga borsak ham xuddi shunday Tojikiston bilan shu O'zbekiston ikkalamiz birga gapiramiz. Shunaqa anaqa to'ylarda o'tkazamiz. Muxlislarimiz Allohga shukr ko'p. Akani muxlisi rostdan ham ko'p. Kecha ko'rib chiqdimda. Sizni o'zingizni ba'zilar o'zingizni ko'rmaganda ovozingizni taniydi. Kecha ikkita uchta odamga birinchi o'zingizni ko'rsatdimda tanimadim dedi. Unda ovozini ko'rsatdim, bittani tanidi, Abdulla aka. Misol uchun boya shu voqea bo'ldi. 2 soat oldin sen telefon qilding menga. So'raganimdan keyin tashlading. Men Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganman. Sirasi tanidim. Keyin yonimda do'stim bor. Qayerga ketyapsan? Podkast bor. Ulug'bekjon sizlardan gapiramiz, chaqirgansan. Nishon sanmi? Yo, Nishon katta ustoz ekan. Kim dedi? O'sha zamonda ko'pkarim gapiradigan son Saroroqdan kelgan Gavdali aka men tanidim dedi sirasi. Sizni muxlislaringiz ko'p ekan ustoz. Ot momosi, otga qanaqadir aloqador odam bo'lsa, akani tanir ekanlar, hamma. Ot odamni tanitadi. Ot savol. Juda zamonda evjizlarimizda ham otbozlar ko'p. Mana shu Saraylarda ayniqsa mening qadrdon o'rtoqlarim ko'p. Mirvoy qassob deymiz. Alloh rahmatiga olsin, otaxonim juda katta otvozidir. O'g'illari hammasi Anton shakarlar o'g'illari hammasi o'xshab turadi, katta yutuqlarga erishtiradi. Bir marta bor, Urush Hojibobomiz o'g'li, bir marta rais deymiz, Siroj bor o'g'illari. Mamajon qassob bor. O'sha yerda polvonlar ham ko'p o'zigacha. Lazizbek polvon sal jarohat oldi. Lazizjon ilohim polvonlari ham bor o'ziga yarasha. Yerda bizda jiyanimiz bor. Ismlari sal ko'tarib qoldi. Dadajon polvon bor. Juda ko'p chizamiz polvonlar juda ko'p yerda. Ayniqsa shu saraylarda qilardi. Uyda ot boqasizmi? Toylarim bor. Xudo xolasa ot bo'lib qoladi. Qo'ylarimiz, toylarimiz bor, hayvonlarimiz, fermerman o'zim. Fermer bor. Fermerman, dalam bor. O'sha yerda g'alla undaqa topshiramiz davlatga. Bitta ot necha yil chopadi? Necha yoshdan boshlab qatnashadi maqsaddan? Ot Yevropa otlari asosan 7-8 yildan keyin ochiladi. O'zimizniki qorabayirlar sal bo'yi pastroq bo'ladi, ular tez tayyor bo'ladi. Yurashlardan keyin qo'shaveradi. Yurashlardan keyin ana qilib qo'shaveradi. Asosan hozir bizning otlar O'zbekistonda yiriklashib ketdi. Polshaning Slaska degan parodosi bor. O'sha parodali otlar ko'p kelyapti. O'shandan tarbiyalanib, o'shandan ana qiladi. Otbozlar endi nima desam, tadbirkorlar, xudo bergan odamlar, otni xarajati bor, unga chidagan odam ot qiladi. Polvonga ham, boshqaga ham hammasini ta'minlab ko'pkari choptiradi, shunaqa holatda ko'pkarimiz xarajatsiz emas ot. Lekin prezidentimiz 3 odamni, 4 odamni ish bilan band qilsang, men tadbirkorlikka talab qilyaptilar-ku. Eng yaxshi ko'rgan insonim bo'lasan degan, shuning uchun boya otni ham qarovchilar bor. Sayislar deymiz. Qarovchilar bular tarbiyalovchilar, uloqqa tayyorlash kerak, sovutish kerak, otni juda tarbiyasi mashaqqat. Alohida o'qit kerak-da otga. E'tibor kerak. Shunga tadbirkorlar, do'stlarimiz o'sha narsalarni ham, sayislarni ham ta'minlaydi, oilasini boqadi, polvonga ham qaraydi, polvonlarga ham ana qiladi, e'tibor beradi. Hozir bizni mashhur otlardan qaysilarini bilasiz? Bilasiz-ku bu. Otlar ko'p, mashg'ulotlarimiz juda ko'p. Bayaq aytgan parlament
Как раз savol qolib ketdi voy. Parlament o'ldi, Otabek Umarov parlamentida o'ldi, chempion o'ldi. Xudo xolasa Parlament ular o'ldimi? toylari bor hozir. Toylari bor hozir. Hozir. Toylar xudo 1-2 yilda chiqib qoladi. Zafarjon akam choptiradi. Otlar ko'p. Jizzaximizdagi mashhurlar. Jizzaximizda Azimjon, Azizxo'ja akamiz bor, Azimjonni juda bir shuhratlari ko'p. Bizni Batka deymiz, Bahodir Do'ramizni otlari, yaxshi otlari bor. Pushina degan otlar juda otlar bor. Oybek Xo'ja akamiz ukalari, Batkani otlari, Dilmurod akamiz bor, Dilmurod Tumor degan otlari bor, eng mashhur otlardan. Suroj akamiz otlari juda bir hozir faol qatnashyapti. Qurdish Hojiboyimiz o'g'illarining otlari. Ba'zan xudo xolasa yaxshi niyatlar arafasida Husn aka aptekar bor. 25-kun juda bir katta ko'pkar beradi, har yili beradi. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Tadbirkor Husn akamiz Samarqandda mehnat qiladi. O'sha ham shu boyagi chorvaga, dehqonlarimizga shu dori-darmon yetkazib berib, tadbirkorlik beradi. Husn aka aptekar har yili ko'pkar beradi. Ko'pkar berib maza qiladigan odamlardan biri-da, shu yilga berib maza qiladigan odamlardan biri. Xudo xolasa bu yerda 25 mart kuni u kishi ham katta to'y belgilangan. Ilohim to'ylarni eson-omon chiroyli o'tkazib yuborsin. Onasini, otasini duosini olgan yigit, tadbirkor yigit. Allohga ko'pkar. Lexus 570 deydi. Lexus 570. Juda mashhur. Anavi o'zi ot o'ldi dedingiz-ku, o'sha parlamentda aytdi. Shu nimada ular? Ko'pkarda ham shunaqa o'rgatishlar bo'ladimi? Ko'pkarda nagursa berib yuboradi. Keyin mana shu boyagi sayislarda qarovdan unaqa bo'ladi. E'tiborsizlik bo'lib qoladi. Otga birdan shanqab turgan suv ko'p ishqiz olsangiz, shaklar o'ralib qoladi. Shunaqa oyoqlariga yem tushib qoladi. Juda nozikda, sal e'tibor berish kerak. Tushunmagan odam qaramash kerak. Tushungan o'zi otboz deymiz, shu otga qaraydigan anaqalar bor, sayislar borda, oyog'iga unaqa yem tushirib qo'yadi. Yemni ko'p beradi, boshqa qiladi, oyoqlari ishib ketadi. Shuning uchun juda bir ot nozik anaqa. O'zi mutaxassisi bor. Siz bilan biz qarolmaymiz. Yemlarigacha, uning kilosigacha beriladi, sovutiladi. Shundan bo'lsa, sovmagan otni shovib qo'ysa, yoq to'shaveradi deydi. Shunaqa holatlarda otni o'zi alohida temasi bor. Hali sizga xudo xolasa shu uloq temasi biz taklif qildingiz. Biz oldingizga bir yaxshi ot o'zakalarimizni olib kelamiz. Xudo xolasa suhbatlarni olasiz. Siz ham o'zingiz ham otdan o'rganinglar otda temasini endi baribir. Endi qiziqishing. Qiziqib uloqlarni kuzatinglar. Erta xudo xolasa 23-kuni o'sha Xudoyberdi Sominiy degan sizlarga o'xshagan anaqa ukamiz bor. Kishi yigitdan bloger. Qayerda bo'ladi? Zominda Tixiriq qishlog'ida bo'ladi. O'sha ukamiz yilda duo qilamizda uloqlarda. Endi ko'pchilik duosi o'zimiz bosh bo'lib turamiz. Duosini yilda duosini olib turib, 10 yilda, 11 yil deganda farzandli bo'ldi. Shu biz Oqtoshda duo qilgan ekanmiz. Shu bizni taklif qilgan, xudo xolasa 23-kuni yaxshi ko'pkar bo'ladi bo'lsalar, birga uloqlarda o'tkazamiz. Jonli uloqlarda eshitasiz endi jarayonlar. Endi sizni ko'p san'at kuzatuvchilaringiz va she'r aytishingizga qiziqadi, yana qanaqadir. O'zingiz yoqtirgan qanaqa she'r bor? Yuragingizdan nari kelayotgan. Har safar. She'rlarimiz ko'p. Bitta she'rni takror so'rab qoladi, ijtimoiy tarmoqlarda ham, Instagramda, telefonlarda so'raydi. Yoshligimizda yodlaganmiz bu she'rni. To'ylarda aytdim, Alloh rahmat qilsin, Mo'g'onlik Toshpo'lat aka degan ustozimiz, shoirimiz bo'lardi. Havaskor shoir. O'sha akamiz bitta she'r olib bergan. Shuni yodlaganman. Shu ham ancha bizni muxlislarga ega. Muxlislar bor o'sha she'rda. Mayli desam, o'sha she'rni aytib berayin. Bu she'rning tarixi bor. Amir Temur bobomiz Sherozni bosib olgan paytlarida she'r akam shunday boshlardi. Sherozni bosib olgan hofizni olib kelinglar degan. Hofiz kirib keladi, endi eski diskus boshlarda hofiz shoir kirib keladi-da. Hofiz deydi, sen deydi, Jilriyama usti boshlaring bilan nima bitta ayol hol uchun deydi. Sen Samarqandni, Buxoroni berib borasan desa, azboroyi saxiylikdan shunaqa holatga tushdim deydi. Agar on Turkiy Shirozi badas avrat dili maro bahawla hindu yash baxsham Samarqandda Buxoro deb boshlanadi. O'shani zamonda shoirimiz Toshpo'lat akamiz olibdi-da, hozirgi sharoitda qizlarimizga bersa bo'ladi. Mumkin shu Samarqand Buxoroni hamma tag'an kosmetika bo'lib ketdi deb e'tiroz tariqasida yozgan she'rda qizlarimizga ilohim bizning o'zbekona urf-odatlarimiz bor. Allohdan so'rayman, shu qizlarimizga
o'zbekona kiyinib, xo'jalik bo'lish shart emas, o'zbekona kiyinib, chiroyli kiyinib yurishlarini Allohdan so'rayman. Qizlarimizga insof topib bersin, Allohim oqillar qizlar bo'lib, bahri tahli bo'lsin. Bugun bayramlar arafasida o'tiribmiz. Egasini topadi she'rimizdan. Gap egasini topadi dedik. اگر آن ترکی شیرازی بدست آراد دل ما را به حال هندویش بخشم سمرقند بهارا را اگر کوینم نرام ise o'shal şirazlik Türk cananı qara xaliqa baş etkim Samarqand bahara bu bir she'r ustida bo'lgan tantilik qanchalar azor yetdi shoir joniga go'zallik poklikka buyuk hayrati mangulik baxsh etdi hofiz nomiga. Qadimdan poklikka sajda qilganlar, haqning jamoliga oxir yetganlar, olchashmon ostida oyboqcha bir bor babolar hasratda yonib o'tganlar. Rom qildi qorahol olyonoq sanam, shikasta yuragim yana g'amniki, hollar mathiyasin boshlaganim choq, dildor noz ayladi digonamniki. Ey mening tanti babom nechin qisinding, ruhing boqiy qolib jisming o'larkan, Shiroz dildorning holi chin bo'lsa, mahriga jahonni bersa bo'larkan. Ulug' ajdodlarim so'rayman sizdan, kimlarning uvoli urdi bizlarni, alpomish kelbatli ne yigitlar yetaklab yuribdi sunniy qizlarni. Dillarni qon qildi aldov xiyonat, ortiqcha e'zozladik sunniy imkonni, to'shaklari pok bo'lsin, hollar tabiiy, quchoqlab yotmasin yigit gumonni. Qizlar jon, shu yurak, shu hokizarsan, shakarlab bir kalom so'zingizdagi, jahonni bash etkim holingiz uchun, faqat u bo'lsin o'zingizdagi. Qizlarimiz omon bo'lsin. Gap yo'q siz. Mirzo Hakim aka To'xta Mirzayevni, Komiljon aka Jumayevni, mana sport, futbolni muxlisman. Hozir aniq yo'nalishim ham shu sohada, So'g'diyona futbol klubida ishlayman. Yerda fotografman. O'sha payt ko'rmaganmiz-da ularni. Misol uchun zakadrim deydi-ku, zaefirim. Ular faqat futbol maydonida gapirib beradi, o'zini ko'rmagansiz. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlanmagan. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlanmagan o'sha payti. Men hech ularni jivoy ko'raman deb orzu ham qilmaganman-da. Ishonsangiz shunaqa narsa bo'lgan. Boyaga shunaqangi darajada qiziqqanman. Keyin nima deydi boya aytdingizki, agar taqdir peshonada bo'lgan bo'lsa, bo'laveradi hamma narsa degan mana So'g'diyona futbol klubiga ishga kirdim 2016-yil. Shular bilan ko'rishdim ham, gaplashdim ham. Lekin o'sha qarang bolalikdagi orzu amalga oshdi-da baribir. Inshaalloh. Mirzo Hakim akam bilan ham, Xayrullo Hamidov bilan ham, Komiljon aka bilan ham ko'rishdik. Xayrullo jonim juda bir she'rlar qo'yam, malomiga yetkazib aytadilar she'rlarni. She'r aytgan qiziqadi juda. Xayrullo Hamidovga men uzaman. Xuddi sizday men she'r akamga ishlayolmadim. Paytda she'r Jo'rayevga. She'r Jo'rayev endi zapret paytlarida edi, faqat qo'shiqlarni eshitar, ko'zini ko'rmas edik. She'r Jo'rayevda men ham misol uchun faqat o'zlarining ovozlarini eshitganman, o'zlarini ko'rmasdim. Biz ham o'sha yoshimizda birinchi shunday yurardik, keyin shunday holat bo'ldi, to'ylarda birga o'tkazdik. Ana. She'r akam qanday baxt. Qarang, xonadonlarga boradigan bu. O'zimni o'g'illar farzandlarim bordigilar boshlangan. Akam bo'lib qoldi, ustozim bo'lib qoldi, bolalarni olganman shu insonni. O'zim to'yimga soat 2 gacha kechasi xizmat qilib berganlar. Soat 7 da kelib 2 gacha xizmat qilib, shunda bir yurakdan xizmat qilgan uchun Alloh rahmat qilsin, buyuk odam. Qo'shiqlarni men juda ko'p kitoblari ham chiqqan, qo'shiqlarni bir 50% desam adashmayman, 50%larni juda bir qo'shiqlarni o'rab yetgan. Bir kun naqadar to'yimiz bo'lyapti, Gagarinda menga tojik diktor olib kelgan shogirdlar. Tojik diktor akang o'zingizdan boshqa o'tirasiz ekan degan. Shu menga zadana bergan. Tojikcha diktor topishimga Gagarinimiz o'zimizda cho'l ko'p millatli-ku. Tojik yigitlar to'y qilayotganmi ekan, bilmayman, she'r akam buyrug'i tojik diktor topinglar chaqa debdi to'yga. Keyin izlab Gulistonni televideniyasida topib oldim. Bir opay men bilan endi sal yoshlar tenglar qildi endi shu paytda. Unga degan 10 yildan oshib ketdim, bilmayman.
topdim. She'r aytar ekan, u kishi hech davrani olib bormagan ekan. She'r nozisi ovozlari bir go'zal ovoz ekan. Toshli she'r aytar ekan. Topdim u opayda. Men aytdim, yoningizda men bo'laman. Men davrani olib borib turaman, siz she'r aytib bersangiz bo'lishi kerak ekan, shu aytgan. Bu yoqqa tezlashib ketdi. Keyin bordik to'yxonaga, to'y boshlandi. To'y boshlangandan keyin alishib gapiryapmiz-da, u kishi qilishni bilmaydi-ku. Vaqt she'r aytadi. Hozircha she'rlarni ayttirib olyapman, o'zim gapiryapman. She'r akam uzoqdan turib bunday qildi. Ayolga ko'proq bering, ko'proq gapirib bordim shekilli. Ayolga ko'proq bering deganday qildi. Keyin imo ishora bilan bunday qildim-da. Yana bir jarayon kelib qoldi, she'r akam qo'shiqlarni odamlarga ayttirib tanaffusga so'zlar keyin mikrofon qo'ygandan keyin mikrofonda. She'r narasi bo'lak bo'lar, shoir so'zin angladim men. Hofizlarning sardori deb she'r hofizni tanladim men. Xonishlari qalbni titratar, ham yig'latar, ham o'ylatar. Ayting do'stlar bunday navo yana necha 100 yilda qaytar. Xoh tinglasin, xoh anglasin, she'r bosgan izidan qaytmaydi. Hech qaysi zot she'r narasin she'rdayin ayta olmaydi dedi. Davra qarsak bo'lib ketdi. She'r akam juda xursand bo'ldi. To'yda oxirida to'ydagi asrimizga hisob kitoblarni qildi. Chiqqandan keyin she'r akam betonkada kutib turibdi, katta jip mashinlarida diktorlarni chaqiringlar deb. Bordik, u yerda xato qilib qo'ydikmi deb borsam, sizlardan juda xursand bo'ldim dedi. Puldan beringlar ularga dedi. Men aytdim, to'yda egasan pul olish kerak ekan. Duo qilsangiz bo'lsa, duo ham qilaman dedi. 500 so'm pulimizni ham berish, yana qo'shimcha duo ham qilib ketdilar. She'r akam shu kuniga tekkan. Yana bir katta tadbir qoldi, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan o'sha tadbirda ham aytib berdim. Juda anaqa munosabatimiz oxirgi paytlar juda bir go'zal edi, yaxshi edi akam. Asadulla akam bor, o'sha akam bosh bo'lib, she'r akam xonadoniga ko'plab tug'ilgan kunlarga borganman. Tadbirlarda qatnashganman. Xotira undan o'tgan oldingi yili Shohjahon Zohir shovukalarimiz uyda xotira kechasi qilib berdi. 12-aprel tug'ilgan kunlar edi. O'sha tadbirda ham qatnashdik. O'sha she'rlarni shu yerda ham aytdik. Agar Toshkentga borganda ustozni qabristonga ko'chaga boraman, tarovat tushirib kelaman. Abdug'on aka, ashula ham aytib turganmisiz o'sha? Yurib yuraman, aytmaganman. Mana endi yosh o'tgan sari deymizmi? Avvalgi yoshligimizda zamonaviy estrada eshitib yurganman. Hozirgi kunda Sherali Jo'rayevga murojaat qilganman. Misol uchun playlistimda Sherali Jo'rayevda kamida 10 ta qo'shig'i bor. Bitta qo'shiq juda ko'p yoqadi. Abdug'on akamdan so'rab qolamiz. Qirg'iz qilib bersa. Bahor kelsa boshlanar bog'da bulbul nolishi, sava qumri nag'masi, suralay tovlanishi. Ketma bahor, ketmay meni bog'imdan. Ketma bahor, meni bog'imdan. Juda bir go'zal she'rlari va qo'shiqlari bor. Hozir sal hayajonda o'zaro qilaman, lekin o'zimcha yuraman. Hozirda suxandonlarga o'sha to'yga borayotgan, ko'kkaga borayotgan yoshlar chiqib kelyapti-ku. Shularga nima deb qolasiz? Shogirdlarimga ishlayotgan to'ylarga chiqayotgan shogirdlarim asosan Menzi yo'nalishda bo'ladigan shogirdlarim ilohim omadlarini bersin. Endi u estafeta bayrog'ida hayot. Sekin yoshlar chiqaveradi har sohada. Hamma narsa yoshlar chiqaveradi. Yoshlar chiqyapti. Xudoga shukr 15 dan ortiq shogirdlarim bor. Hamma viloyatlarda bor, hamma tumanlarda bor. Xalq bilan hamnafas bo'lsin. Xalq bilan birga bo'lsin. Endi odam farqlamasin deyman. Odam farqlash kerak yo'q. Hammamiz inson, boymi, kambag'almi, boshqami, shu tarafdoriman. Madaniyatga e'tibor berishimiz, biz o'zbekmiz, tilni buzmasdan, tildagi madaniyatimiz bor. Har xil so'zlarni bilmas gapirib olmasdan, boshqa qilmasdan tilimizni saqlab qolsin. Badiiy tilda gapirish kerak. Keyin odamni, insonni hurmat qilsin deyman-da. Tomoshabin yopirilib keladi. Men ularga qanday qattiq gapiraman? Meni eshitaman deb kelyapti. Ko'pchiligi aytadi, o'zimga siz she'ringizni eshitga kelganmiz, ko'plarga kelganimiz yo'q deydi. Men ularni ko'ksidan aytolmayman. Qo'ldan kelgancha endi Alloh taolo rasul shundan bergan bizga. Shularni xizmatini qilishga majburmiz. She'r desa she'r aytib beramiz. Ko'p to'ylarda endi mana uloq jarayon tezlashib ketadi.
she'r aytishga imkoniyat bo'lmay qoladi. Bemalol paytlarimizda she'r aytganmiz. Mana shu Merva Qasobovni to'ylari qildik. O'g'illari bilan takalasol og'ir ekan, qarang'igacha anaqa bo'lgan, ko'pkari bo'lgan. Qulupsoy maydoni. O'sha yerda to'yimiz qarang'igacha cho'zildi. Hargacha she'r aytdim. Xudo bir ilhom beradi endi. Hargacha she'rlar aytib, boshqa qilib juda takar og'ridi, bemalol payti bemalol she'rlar hammasini bosganmiz. Juda ko'p she'rlar aytganmiz. Muxlislarim Allohga shukr, ilohim xonadonlarda yaxshi kun bo'lsin. Shogirdlarning omadini bersin. Halol pokiza xalqimizga xizmat qilaversin tozagina. Ilohim yurtimizda to'y tomosha yaxshi kunlar bardavom bo'lsin. Bu to'ylarimiz yaxshi kunlar, ko'pkarlarning yurtdagi tinchlik siyosati xalqimizni to'qligidan darak beradi ilohim. Ilohim to'y tomosha yaxshi kunlar ayirmasin. Xudo xolsa mana qutlug' oylarda turibmiz. Ramazon oylarida, undan keyin yana to'ylarimiz davom etadi inshaalloh. Men Ramazon oyida bir ikki marta to'ylar qilmoqchi bo'lib, bir ikkitasi qarshilik qildim, chunki dinimizning ham hurmatini joyiga qo'yish biz kimnidir ro'zasini buzishga haqqimiz yo'q. Soatlarimiz tayyor turibdi. Yo'q. Otlar to'plansa, o'sha tomoshabin keladi. Ramazon oyida demak, ko'pkari ham yo'q-a? Ko'pkari qilish mumkin emas. 10 ta otdan men kechagina oxir ko'pkarda aytdim. Abdullaning ko'pkarasida ham aytdim. 10 ta otdan oshiq yig'ilmanglar dedim. Sabab otlar ko'paysa, tomoshabinlar ko'payadi. Keyin choyxona keladi. Boshqa keladi, shu bilan kimnidir og'zini ochishga sababchi bo'ladi. Rontonda ot yig'ilib mashq qilib tursa bo'ladi. Tomoshabin yig'mashi. O'zlari mashq qilib ot sovib turish kerak-da. Bir joyda ot nima qilib ketadi. Otni sal sovutib, qovurib tushirib turish kerak. Shart turish kerak. U vaqt mavsumga taylanadi-da. 6 oy masalan 5 oy otga qarasa 7 oy choptiradi, shundayda 6 oy choptirib 6 oy dam oladi otlar. Yozda kuni chop bo'lmaydi otlarga. Issiq bo'ladi. Yozda kuni kam ko'pkari bo'ladi. Yozda bo'lmaydi, Deyarli bo'lmas ekan. Deyarli bo'lmaydi. Ot issiqmi? Issiqqa bo'lmaydi-da, otlar charchatib qo'yamiz. Qizib ketadi. Shunaqa. Sizga katta rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi degan umiddamiz. Suhbatimiz oxirida sizdan bitta she'r eshitsak. Yakuniga. O'zingiz yoqtirgan. Kimdir xushnud davlatining dongi bilan, kimdir sarxush ibodatli tongi bilan, inson aziz bu dunyoda ongi bilan xush niyat qil, tilda bo'lsin, dilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. O'z yurtingni yomon desang yaxshing qani, qadriga yet poyingdagi gul chamanni, shu vatan-ku aziz qilgan seni meni. Tuprog'ini o'p, dala dashti cho'lda bo'lsin, qut baraka eng avvalo elda bo'lsin. Begonalar bog'laringda bog'bon bo'lmas, nolish bilan mushkullaring oson bo'lmas. 100 yil tilan ter to'kmasang to'lvang to'lmas. Alloh bersin, senda bo'lsin, menda bo'lsin, eng avvalo elda bo'lsin. Qadring uchun qo'lni qo'lga berib yasha. Erking uchun o'zni jangga chog'lab yasha. 100 yil yasha, dushman ko'ngling dog'lab yasha. Ilm degan mard yarog'ing qo'lda bo'lsin, qut baraka eng avvalo elda bo'lsin. Rahmat ustoz. Ustoz, endi siz kuzatib turgan o'z muxlislaringizga bir nima? Barcha muxlislarimda xonadonlarda yaxshi kun bo'lsin, yurt tinch bo'lsin, xonadonimiz tinch bo'lsin, farzandlarimiz o'rni bo'lsin. Alloh umrimizda rasulimizni butun qilsin Allohim. Hamisha xonalaringizda yaxshi kunlar bo'lsin, imkon bo'lsa shu quvonchli kunlaringizga borib xizmat qilish nasib ro'za aylasin Allohim. To'ylarda yaxshi kunlar odamimiz, yaxshi kunga tilab qolamiz ilohim. Allohim hammamiz umrimizni uzoq qilsin. Katta rahmat. Qadrli kuzatuvchilar, Abdulla Rais akani muxlislari, hammalaringdan like, podpiska, Jizzaxdan gapiramizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Katta rahmat. Obuna bo'lsanglar yoki like bo'lsanglar, yanada podkastlarimiz ko'payib boradi. Hamma jizzaxliklarga alangani salom yana bir bor. Sog' salomat bo'linglar. Hammani xonadonda quvonchli kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, ustoz borib xizmat qilsin. Rahmat, katta rahmat ilohim. Sizlardan mana yaxshi niyat bilan Jizzaxdan gapiramiz deb sizlar bir kanal ochib, xalqqa, elga xizmat qilyapsizlar. Bizning Jizzaximiz haqiqatan endi ta'riflashga ojiz, go'zal. Tog'imiz bor, cho'limiz bor, bog'imiz bor. Allohim konimiz bor. Hamma tomondan bir respublikamizning iqtisodiga katta hissa qo'shib kelgan viloyatlardan biri. Ilohim sizlarga o'xshagan ijodkorlar ko'paysin, viloyatimiz yoritaversin. Ilohim
Şilahım toy tamasha yaxshi kunlar bo'lsin ilahim. Viloyatimiz yana rivojlansin. Yana obod bo'lsin. Ko'pkarda ko'rishamiz 20. İnşallah.